Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Konsertlarimiz oldingidaqa isimayapti yoki sovutmayapti degan mijozlarimiz uchun ushbu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Ko'pchilik konditsioner qo'yilganda yaxshi haydamayapti, boshdaqa haydamayapti deydi. Oddiy buni yechimi oddiy. Asosiy birinchi qilingan ish agar to'klar yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, pultiga qaraladi. Ana pulti to'g'riladi. Haydayapti, lekin past darajada haydayapti. Endi nimadan deydigan bo'lsak, bitta hozir asosiy muammo bu xonadon egasi bu filtrini tozalamagan mana. Mana o'zlariga ham oldik mana. Ko'rishlaringiz mumkin, mana filtr to'lib bo'lgan. Havo o'tkazmaydi. Umuman havo o'tkazmaydi. O'shani hisobiga konditsioner umuman futalmagan, kuchaytirmagan. Hozir uni tozalab, joyiga qo'yib qo'yamiz. Ishlayveradi. Mana filtrimizni tozaladik. Chiroyli qilib quritib joyiga qo'yib beramiz. Yana bobboyida ishlaydi. Shuni esdan chiqarmanglar. Albatta bir oyda bir marta, eng kamida bir oyda bir marta tozalab turish kerak.